Hürmetli vatandaş, bugünkü şiirlerimizle başlayımız. Şiirası da Roze. Washington sözlüğümüz bugünkü islağa 2023 yıl 8. ayının 19. günü. Hepteki şembe vatandaşım. Bugünkü vaziyetten eysak meselen alaylı Mingcin televizyası bunun tahriri, baş tahriri hıpin. Bu hesapta Cungo'nun özünün torbeti desin buludu. Bu adam ki özgürüp gitti. Şunun torbeti de koyulgan suallar Xi Jinping olap düşemdi. Yani ağdırlamdı diyen mavzuken. Ulan münazır iken erkal göz karışlar. Tüzürek hüküm yok ama mavzunun özü sizgi küpaye. İkincisi anden pul karaydıgan yıllar. Koygan mavzu nimdeydi o desiniz vatandaş. Diploma ya pul karaydıgan yıllar emas, siyaset, iktisat aldın kısepi. Koygan mavzu hazır, Cungo'nun diplomatiya işleri, iktisat işleri, onun dikin her bir işler, muşlarda umumizlik mesele çıktı. Devlet müdafiası digendek. Angofan depti. Umumizlik mesele çıktı. Hazır Cungo'da işki küreş, yaka partiya işçilik küreş keskinleşip gitti. Tariyaksiya devre kırdı. Şunda vaxtda hazır gap, yani büyədiki en halkılık gap qaysı desiniz, Rusya uruşda, Ukrayna uruşida allaqaçan məğlub oldu. Bırak Ukrayna taxı qəlbə qılmadı. Demek yani kiçik kəmtigi var, Ukrayna armiyası ilgirleş gerek diye gapda. Bu bugünkü iktisat, siyaset aldın kısepi. Luşanın qatarlıq obzorçılar, nəziriciler işleydiğen torbiti vatandaş. Bu bugünkü vaziyetimiz sizlerge, andi işkençe vaziyetimiz nime desiniz, fakat hem David Lager'da tünügün esilgan, yığınya ötküzülgen 3 devlet söhbeti, qaratmalığı küçlük, aşkarlığı küçlük, yani mıdak aytkanda burun hiç kaçan Cungo'nun ismin eğiz elip bakmagan. Muşundak ötküzülgen söhbetlerde Cungo diye isim bivasıt tilge elinmegan. Bu katem hem David Lager'da ötküzülgen bu sohbette hem birleşme bayanatta hüzü kemmedi. Bayanatta Cungo'nun ismi bivasıtlık elin. Bivasıtlık elinde. Bunun değilgen ne mi dediyseniz vatandaşım? Mavzu esliminde Amerika, Japonya, Kore devlet rehberleri David Lager yukarıda söhbeti ötküzüp Cungo'nun Cenubi Deniz'de dibeylep gelişini aşkara tenkit kıldı. Mavzula haber 8. ayının 19. günü Amerika avazdan Xitay tel program ilan kılındı haber. Mundak başlandı. Maryland Ştatı Amerika, David Lager, Amerika, Japonya ve Kore devlet rehberleri 8. ayının 18. günü Amerika Koşmuş Ştatları prezidenti dem alıdığan David Lager'da 3 devlet yukarı dercilikler söhbetini ahırlaştırıp yeniyle teşkillengen 3 taraf münasebetini küçeytti. Hem de bu rayında Asya Tençokyan yani Yendi Tençokyan rayında Kırca söz bergende 3 devlet birleşip cevap qaytırışqa vədləşdi. Fikir ve muhakemeler Cungo Çavuşen'e merkezleşti. Söhbeti fikir ve muhakemeler Cungo ile Çavuşen'e merkezleşti. Yukarı dercekler yığın ahırlaşkanda Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden, Kore Prezidenti Yan Sak Yol ve Japonya Veziri Fumio Kishida birleşme muhbirlerini kütüveleşiğini ötküzdü. Prezident Joe Biden muhbirlığı mındak görsetti. Eğer biz 3 devlet qaysı birimiz tehditke uçuraydıgan bolsak, bu tehdit meyle qayerden kelgen bolsun, takabul turuş üçün 3 devlet naiti tızla məsləhətləşidigan boldu. Prezident Joe Biden sözünü davamlaştırıp yani mındak görsetti. Bu yığın şunun direkt beridi ki, muşu rayında, yindi Tençokyan rayını da Kırca 101'digan bolsa,
bizning o'ttirimizda qiziq liniya bo'lishi kerak. Qiziq liniya ne? Telefon aloqa liniyasi bo'lishi kerak. Uchurdan bahriman bo'lib turishimiz lozim. Va qadamni moslashtirib tahdidga taqobil turishimiz lozim. Tahdidga qadamni moslashtirib 3 davlat Koreya, Yaponiya, Amerika. Yaponiya vaziri Fumio Kishida munda ko'rsatdi. Erkin echivitilgan qonun bilan boshqarishni asos qilgan xalqaro tartib kirzas ishga kirib qoldi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qildi. Chavshan yadro qurollari bilan o'zlikda tahdid salavotidi. Hamda ba'zilar, ya'ni Jungo, Sharqiy dengiz va Janubiy dengizning hozirgi holatini qurolliq kuch bilan o'zgartmoqchi bo'layotdi. O'tmishda ochilgan yuqori darajaliklar suhbatida Jungoning ismini bevosita atashdan saqlanadi. Bu qatam Amerika, Yaponiya, Koreya e'lon qilgan birlashim bayonoti bu an'ana buzib tashlandi. Aniq qilib Beijing Janubiy dengiz, Jungo dengizida qonunsiz dengiz okean huquq, egilik huquq talab qilish oshkora qo'llab, aybi qilib, aybi ko'rsatib, devaylab kelmoqda. Birlashim bayonoti mundaq ko'rsatildi. Biz endi Tinch okeanning hozirgi holatini o'zgartirishga uringan har qanday urinishga qat'iy qarshi turamiz. Dengizni tindirib, orol yasab, harbiylashtirishga ham qat'iy qarshi turamiz. Dengiz soqchilarini va kema parxodlarni xatarlik ishlatishga hamda zo'ravonlik harakatlarga texnik qarshi turamiz. Bu David Lager, 3 davlat Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Koreya, 3 davlatning o'tkazgan suhbati va suhbat maydonida hozir muxbirlarga so'zlagan so'z bayonida Prezident Joe Biden yuqoridek fikr qildi. Yaponiya vaziri Fumio Kishida yuqoridek fikr qildi vatandoshim. Biz bu yig'inni bizlar emas, hozir butun matbuotlar, Amerika siyosiy yo'llari ham yuqori darajada baho beryapti. Masalan, bu yig'inning ahamiyati va siyosiy ahamiyati yoki Tinch okean, ya endi Tinch okean rayonidagi Amerikaning roli to'g'risida Aqsaray davlat ishlar bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan xabar qildi vatandosh. Endi bugun bu yig'in mushundaq echildi. Endi Xitoyning bu to'g'rida qarama-qarshiligi, ko'rsatayotgan kurashlari nima desangiz, Tinch okean rayonida doirasiz bilish, kichik guruh paydo qilish yoki endi Tinch okean rayonida kichik NATO qurib chiqish. Mushundaq gaplar bilan Jungoning bayonotchilari bunga hujum qilgandek bo'ldi, lekin ish hozirgidek yig'in echilib bo'ldi. Endi bu yerda aytadiganimiz nima desangiz, orliqda biz sizlarga so'zlab keldik. Avstraliya, Amerika, Yaponiya munosabati. Avstraliya, Hindiston, Yaponiya, Amerika munosabati. Amerika, Avstraliya, Angliya munosabati. Angliya, Yaponiya munosabati. Yaponiya, Germaniya munosabati. Mush 2 yil, 1,5 yil ichida mush davlatlar o'zaro endi Tinch okean rayonida Akvat deydigan tashkilotlar yoki davlatlararo tashkilotlarni qurib bir tahdidga, ya'ni Jungoning Chavshanning yadro qurollari tahdidiga qarshi turadigan mushnaq birlik paydo qildi deylar. Endi shuning ichida eng muhimi deb qaraydiganimiz, buning ichida xalqliq masala Yaponiyani qo'yib turaylik. Jungo uchun xatarlik bo'layotgan Koreya masalasi. Koreya Jungoga bevosita chegaradosh. Chegaradosh bevosita deganimiz Chavshan orqali bevosita chegaradosh, Boxay dengizi orqali Koreya, ya'ni Jungoga bevosita chegaradosh desangiz bo'laverdi. Bu yerda qiziqarli bir taraf vatandosh shungacha bo'lgan orliqda Koreyada saylangan davlat boshliqlari. Masalan, prezidentlarning o'zi hozirgacha Amerika Jungo o'rtasida tangpungliq munosabatni saqlab keldi deyli. Bu qatim 5-oyning 27-kuni Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol Washington Koreya bayonotini e'lon qilib, shuning bilan hozir
Koreya ile Amerika'nın münasebeti acayip bir devre kirdi desiniz buludu. Bunun için Cungo hakikaten en sirashga huquqliq. Demiş ki huquqliq desiniz, azı yüzдің chegarasiga yaqin dishtoga. Ya burun tangpungliq muvozanatda turayotgan bir davlat tuyuqsizda Amerika'nın baqanaga kirib olsa, Cungoliq cho'chiydi da bu ishda vatandosh. Anda bunun ichida eng muhim yani nima desiniz? Yaponiya aynı çağda Kore'ni mustamlik qildi. Bugun Koreya, ishki Koreya Chavshan nima ham Yaponiyaning mustamlikchilik hukmronligidan ozod qilgan Amerika. Hozirgacha shu mustamlikchilikni nazarda tutib Koreya bilan Yaponiya o'rtasidagi ziddiyat gayda oshkora, gayda yoshirin holda davomli taraqqiy qilib kelib to'xtab qolmadi. Muş ziddiyatni Prezident Joe Biden hükümeti hizmet işlep tüketti. Yani Koreya bilen Yaponiya o'rtasidagi ziddiyatni Prezident Joe Biden hükümeti vazife hizmet işlep tamam tüketti. Tamam tüketip hazır Koreya bilen Yaponiyani ittifaqlaştırıp bugün David Lager'a gelip geldi. Yaponiya mı bu aralıkta Koreya hükümranlık kılgan 40 yıl. 40 yıl içinde Koreya halkıga yetkizgen ziyan zahmetler ve besim külpetler doğrusu da Janubi Koreyanın prezidenti Yan Suk yoldan Apple sorgan boldu. Mana mustamlikçi deymiz deyme vatandaş. Bundak mustamlikçi haqiqiy ma'nidagi mustamlikçi deganiniz o'zining mustamliki qilayotganligini, bir ayinga mustamlik hukmronlik yurgizganligini e'tirof qila olsa bu bizning mustamlikimiz deb. Buni hamda haqiqiy ma'nidagi mustamlikçi deymiz. Qaraqchilik bilan, bulongchilik bilan ikkinchi bir rayonga besib ko'rib, yoki hukmronlik qilib, han davrdan tortib mening zaminimni, tang davrdan tortib mening vatanimni desa, bu ko'kamlik bilan yani nima deymiz? Bir nima demay turaylik vatandosh, ko'kamlik bilan mutahamlik qilish. Boshqalarning zamini tang davrdan tortib mening, Qing davrdan tortib mening, Han davrdan tortib mening. Selishtir paqa. Odamlardagi farqni selishtir paqan vatandosh. Millatlardagi farqni selishtir paqan vatandosh. Shuning xosi tabiati har qaysi din egillariga va diniy sohiblariga bagan axloq o'lchim bo'yicha selishtirib turan vatandosh. Yaponiya qanday e'tirof qildi? O'zining mustamlikisi ekanligini, mustamlika qilganligini. Yaqinda Fransiya qanday e'tirof qildi? Ulug' okeandan qaysi bir okean kichik bir orol davlati bor, sizlar bizning mustamlikimiz, bizni kechiringlar dedi Makaron. Mana mustamlikchilar, axloqliq mustamlikchilar deymiz bularni. Halqidek tang davrdan tortib mening edi, Han davrdan tortib mening. Qo'y vatandosh. Bularni bu mustamlikchilarni selektiv qilgan. Bugun shuni yig'ib kelganda hozir Koreya bilan Yaponiya o'rtasidagi mustamlika munosabat tarixiy Ikkinchi dunyo urushi, Ulug' okean urushida oxirlashdi. Ulug' okean urushida Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyani mag'lub qilib, Koreyani hatto Chavshanni ozod qildi. Shu ziddiyat davomlashgan edi. Endi bugun Prezident Joe Biden hukumati Ulug' okean yoki Tinch okean rayonida Koreya ile Yaponiyanın o'rtasidagi ziddiyatlarni qayta ittifoqlashtirib, bugun 3-chi davlat Amerika Qo'shma Shtatlar qo'shilgan holda Osiyo Ulug' okean rayonida bu 3 davlat ittifoqini tantana qildi. Yani bunun ichida eng muhimi Amerika Tinch okean davlati degan bu hukm va yoki shu amaliyotni Cungo'dak devletlerge yana bir kattan ko'rsatib qo'ydi. Mening deganim ham yuqorqi birlashma tashkilot, davlat tashkiloti qurgan davlatlar selishtirganda Amerika, Yaponiya, Koreya o'rtasidagi bu mustahkam munosabat Cungo'ga taqobil turish. Yani bo'libmi Cungo'ning Tayvanga hujum qilishi, Sharqiy dengiz va Qora dengiz va Janubiy dengizda masala paydo qilishi qatorliq ishlarga taqobil turishdi. Bu 3 davlat ittifoqi endi Tinch okean rayonida hal qilg'uchi rol o'ynaydi vatandosh.